Qiz bola turmushga chiqquncha otaning zimmasida bo'ladi nafaqasi. So'ngra erining zimmasida bo'ladi. Unga nafaqa beradi. Ayol farzand ko'rganda o'sha bolani ham, onasini ham ta'minlash erining zimmasida bo'ladi. Va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf deydi Baqara surasida. Ularni haligi onalarini me'yorda oziqlantirish va kiyintirish otaning zimmasidadir deyiladi. Agar ayol istamasa yoki suti kelmasa, erkak boshqa ayolni yollab bolasini emizdirish vazifasi erning zimmasida bo'ladi. Agar ayol talab qilsa, bolasini emizganiga erdan haq talab qilish mumkin. Buni ayollar eshitib olmasmi? Shunaqa bizning iloji boricha aytmasga harakat qilamiz ba'zi haqlarni. Ular bilib qolsa keyin kunimiz qiyin bo'ladi bizda. O'zi shundoq ham hozir ayollar osoncha emizmayapti. Bolalar 4 oy, 5 oy, 6 oyga qolmay sutdan chiqib kashaga o'tib ketyapti. Bu albatta balkim kasha chiqaradiganlarning biznesidir. Bolani suti emmay qo'yishi. Lekin aslida 2 yil emgani yaxshiroq bo'ladi bolani. Chunki Qur'on unga shunday buyurdi.